Aziz va go'zal opajonlarimiz, bizlarni doimiy kuzatadigan o'rtoqjon qizlarjonlarga ustimdagi mana bu yangi kelgan kofta yubkamizni taklif qilamiz opajonlar. Shunaqa neobichniy rasvetkalarda neobichniy kofta yubkalarimiz keldi. Ketdi, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Opajonlar, ushbu kofta yubkalarimizni mana shunaqa neobichniy rasvetkalari bilan olib keldik. Aynan sizlar uchun. Koftalari shunaqa uzungina bo'lib turadi. Mana bu orqalari. Yubkalarini ko'ryapsizlar. Shunaqa qo'shati qilib shunaqangi chiroyli turadigan tikkanmiz. Opalar, materiali mana turetskiy kupra, rasvetkalarga gap yo'q. Hech kimda yo'q rasvetkalar, bizga ishoninglar. Razmeri ham aynan Dilnoza brend katta qilib chiqaradi, bilasizlar. 46 dan 60 gacha razmer bor. Mana ustimdagi bu razmer 52-razmer opalar. Bemalol kelib do'konimizdan atigi 200 mingdan shunaqa asal kofta yubkalarimizni ajoyib narxda, ajoyib razmerlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Hammalarni kutaman.